Hamma raqsga tushsin. To'xtanglar. Ha, otaxon tinchlikmi? Navro'z bayramini nishonlayapsizlar. Yo'q bolam, menga subsidiya chiqdi. Chol, ketdik. Stop. Otaxon. Ha, hop chiqibdi subsidiya. Endi u subsidiyani nima qilmoqchisiz? Ash subsidiyaga mana Baxsiti domlardan olaman-da. Qizimga sovg'a qilaman bolam. Qizimga? Siz juda yaxshi taniyman otaxon. 4 ta o'g'lingiz bor. Qizingiz yo'q lekin. Yaqinroq kel. Kampir eshitmasin. Bu sevgan qizim. Chop. Mana hujjatlar tayyor bo'ldi. Rahmat, popsik. Voy, uy oldik, cholmaysanlarmi? Stop. To'xtang. Otaxon, sirazi ovordingiz-ku, uni sal tekshirmaydimi? Voy, Baxsitini bilmaysanmi? Yo'q. Baxsiti yopiq hududdagi shaharcha. 600 dan oshxonadan bor. Alohida 2 ta to'k liniya kelgan. Alohida 2 ta suv liniya kelgan. Alohida gaz kelgan. Kanalizatsiya bor. Xullas, yashashga tayyor joy mashit Baxsiti bo'ladi, bilib olgin. Va shuncha sharoitga chegirma ham bormi? Chegirma bor. Mana ayrim uylarning 5-etajiga 35 million chegirma bo'lyapti. Agar subsidiyang bo'lsa, 5-etajdan boshlang'ich to'lovi yo'q uylar bor. Qo'y. Boshlang'ich to'lovini to'lamaysan. Qilli katyali bor, oshxonada ko'ryapsanmi? Qibol-aka, bu uylarni qanchaga oldingiz? Qara, 50 kvadratli uylar 380 milliondan, 60, 63, 65 kvadratli 420 milliondan. Agar shu uylarni birdaniga naqd pulga oladigan tanishing bo'lsa, chegirma ham qilib berishadi. Qibol-aka, manzilini o'rtoqlarimga qanaqa qilib tushuntiraman? Manzili Andijon tumani, Baxtmisi. Libboy 394 Damas'dan qaytdi deb so'rasangiz, Baxsiti deb aytib beradi. Cholinglar bolalar. Baxtsiti uylardan oling va baxtli yashang.